Salom sizlar bilan Behruz. Bugun hamma kutgan va sizlar so'ragan Triasuri bot haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda kelinglar bot nimaligini bilib olamiz. Sizlarga bot haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Ko'pinglar so'ragandinglar, botni qanaqa ishlatishi, botni qanaqa ochkolar yig'ishni so'ragandinglar. O'rgataman hammasini. Oldin botni qanaqa ishlashi va uni nima foydalari bor, nima ustunliklari bor, shuni gaplashamiz. Bu bot bitta katta donator odamni boti hisoblanadi. O'sha odam kimdir yaratdi buni. Juda ham odamlarga sovg'a tarqatyapti, pul beryapti, Telegram sovg'alarini narsa tarqatayotgan hozirda birinchi o'rindagi bot hisoblanadi. Bugun ham 10 mingta 100 starsli Telegram sovg'asini tarqatdi. Hozirlarga u qanaqa sovg'aligini ko'rsataman. Mana bu sovg'adan bugun 10 mingta tarqatdi do'stlar. Va men shu konkursda 3 ta akkauntimdan qatnashib, ikkitasida yutdim. Ko'ryapsizlarmi? 15 mingta odam qatnashdi, 10 mingtasi yutdi. Juda ham ko'p odam yutdi. Bunaqa narsalarni to'g'rimaslik uchun birinchi o'rinda Telegram kanalga yozib qo'yinglar. Reklama qanaqa tushunsangiz. Keldi bo'lmasa, Triasuri demak, bizga gift tarqatadigan number 1 botligini bilib oldik. Endi uni qanaqa ishlashi va qanaqa uni ishlatishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Kelib kirib olamiz birinchi, menuni kattalashtirib olamiz. Bizada mana bunaqa menyu ochiladi. Telefonda ham xuddi sizlarda ham shunaqa mana bunaqa ko'rayotgan bo'lsanglar. Mayli, mana bunaqa qilib qo'yamiz sizlar uchun. Mana ochildi. Birinchi o'rinda bizada 0 bo'ladi. Hamma ochkoymiz. Dom ko'rishinglar mumkin. Bu yerda har xil kartinkalar bor. Bularni hozircha menimcha ma'nosi bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Kelinglar rozgirish bo'limiga o'tamiz birinchi. Mana rozgirishlarni ko'rishinglar mumkin. Har xil mana bitta unikalniy dvoyka, to'y bilet 0 ta, qancha sovg'a berilishi, nechta bilet sotib olishi va nechta bilet sotilishi haqida, hammasi haqida podrobni yozib qo'ygan. Mana bitta winner list, kim yutganini ko'rish mumkin. Interesting saytda, ya'ni har xil sovg'alar o'ynaladi, ko'rasizlarmi? Mana bunisida 70 ta, bunisida 10 ta. Bularni bilet sotib olish uchun o'yinda sizlarda ochkosi bo'lishi kerak. Ochkosi bo'lsa, bemalol qatnashib, omadinglar kelsa sovg'a yutib olishinglar mumkin. Bu hech qanaqa pul tikmaysizlar, boshqa qilmaysizlar, просто zadanalarni bajarish orqali shu narsalarni yutib olishinglar mumkin. Qanaqa qatnashish desanglar, bu yerda masalan 20 ta ochkoga men bunga qatnashim mumkin, to'g'rimi? Rasprodan, lekin bu yerda kupit turadi. Nechta narxi bilan, masalan 20 ta tursa, men bu kupitda bosasizlar, sizlarda ekraninglarda chiqadi, bo'ldi, sen bilet sotib olding deb. Keyin kimlar yutdi, kimlar yutqizdi, o'sha yoki yutdinglarmi, yutqizdinglarmi ko'rish uchun men bu daqiqa tugagandan keyin botga kirsanglar, o'zi sizlarga sakvarisha bo'limida yoki shu yerda ko'rsatib ekraningizda chiqib keladi. Tushuntira oldimmi? Shunaqa qilib rozgirishda qatnashishinglar mumkin. Endi qanaqa ochko yig'amiz yoki qanaqa konkursda qatnashamiz desanglar, uni ham hozirlarga o'rgatib o'taman. Ochkolar yig'ish uchun biz asnoy birinchi o'rinda referal orqali yig'sak bo'ladi. Mana kirsanglar, referalni silka chaqirsanglar bo'ladi. Keyin mana bitta kopiya qilib olasizlar, o'rtog'inglarga tashlab, mana bitta bossanglar, skopировано degan yozuv chiqadi. Buni o'rtog'inglarga tashlab yig'ishinglar mumkin va sizlarga har bitta aktiv o'rtog'inglar uchun 5 ta Triasuri ochkosini beradi. Bu orqali sizlar konkurslarda qatnashib, $50, $60 sovg'alarni yutib olishinglar mumkin. Men ham 2 ta 100 starsli sovg'adan yutib oldim do'stlar. Keyingi navbatda dom. Buni nimaga kerakligini hozir tushuntiraman. Quest bo'limiga o'tamiz. Mana 10 ta o'rtog'inglarni chaqirsanglar, sizlarga 50 ta Triasuri ochkosini berar ekan. Telegram kanaliga a'zo bo'lish orqali 20 ta Triasuri ochkosini olasiz. Mana podpisatsiya bo'lamiz. Bo'ldik, mana aylanyapti. X sahifasiga obuna bo'lamiz. Zabusti kanal Triasuri kanaliga ovoz berish orqali ekan, shunaqa yo'llari bilan ochkolar to'plashinglar bo'ladi. Mana kanalga a'zo bo'lganimga 20 ta yo'llar mana ko'rishinglar mumkin. 40 ta menda ochko bo'ldi. Aktivnosti bo'limiga o'tasizlar va bu yerda ikkita eng zo'r missiyalardan bor. Buni kodini yozish orqali sizlar 50 tadan o'sha 100 ta ochko to'plashinglar mumkin. Kelinglar sizlarga buni kodini ko'rsataman. Vizitchi sekretniy kod. Meni o'ylashim bo'yicha 0101 edi. Tekshirib ko'ramiz, yo'q, noto'g'ri. Qanaqa bu yerdan kodini topamiz desanglar, yo Telegram kanalimizga tashlab qo'ygan bo'lamiz.
u yerdan topishingiz mumkin. Mana bu yerda 579 kodi ham bor ekan. Kelinglar shuni terib ko'ramiz. Sekretni chiqib keldi akalar. Tak 579. Yo'q, noto'g'ri deyapti. Kelib qaytadan urinib ko'ramiz. Ha, mana. Baklashga. 116 mana bolalar chiqib keldi, ko'rishingiz mumkin. Kelinglar 116 kodini teramiz. 116 kodi ekraningizda chiqib keladi, nechchiligi va bu ikkinchisini kodi yodimda qolgan. Ekraningizda chiqaraman buni ham. Mana kod verni. To'g'ri. Получить qilamiz va bizda 140 ta ochko bo'ldi. Bu juda ham zo'r do'stlar. 50 ta ochkoga men boya 100 tarsli sovg'adan 2 ta yutib oldim do'stlar. Slishkim zo'r. Telegram kanalimizda ham bor. Kim qatnashgan bo'lsa 90% borlar yutib olishdi. Bunaqa narsalar tez-tez bo'lib qoladi. Shuning uchun kanalimizga a'zo bo'lib, podpiska bosib, kuzatsanglar, sразу bilib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga taklif qilaman. Telegram kanal orqa qayerda desanglar, kommentariyaga zakreplённый qilib qo'ygan bo'laman. Men hozir mana ekraningizda chiqadi mana bu yerda. Borzijon Gifts kanali chiqadi. O'sha yerga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Takslarga o'rgatdim, qanaqa qilib ochko to'plashni, hammasini referal chaqirishni ham, bu yerdan kodlarni olishni ham o'rgatdim. Mana kodlarni o'zi har xil narsalarni bosib ko'rsanglar, mana bu yerda buni bosdik, bu yerda lampochkani bosishni adashmasam yoki buni ko'zimni nimadir bossanglar, kodni ko'rsatadi sizlarga. Shunaqa qilib sekin-sekin topsanglar bo'ladi. Bu yoq hali ochilmasa kerak. Ko'rdinglar, o'zgarishga qanaqa qilib qatnashishni, qancha vaqtda yutib qo'yishingiz mumkin. Keyin bolalar esdan chiqarmanglar. Bugun ham yangi sovg'a konkurs bo'lishi mumkin ekan. Bu haqida qachondir bo'lib qolsa yoki приложениеga qo'shilib qolsa, men sizlarga Telegram kanalimda xabar beraman. Shuning uchun podpiska bo'linglar. Men bekorga ketmayapman. YouTubega video chiqara olmayman sразу. Shuning uchun eng zo'r joy sizlarga ma'lumot yetkazish uchun bu Telegram kanal. Men ham isbot berdim sizlarga yutib olganim haqida. Ekraningizda hozir mana skrinshotni chiqarib ko'rsataman. Botdan kelganini mana ko'rishingiz mumkin ekranda. Menga botdan sovg'a keldi. Ekraningizda chiqadi. Mana sizlarga proof. Mana shu bot orqali kelganlik haqida. Telegram kanalimizga kirsanglar, mana bemalol podpiska bo'lasizlar. Mana zo'r yengilliklar tashiymiz, vashshi zo'r yengilliklar bo'ladi. Bu yerda qanaqa sovg'alar yutib olishi, qachon sovg'a qo'shilishi, bugun kechqurun bolalar bilan yangi sovg'alarni qachon chiqishini va bugun kutamiz, bolalar flip qilamiz. Shuning uchun sizlar ham o'tib olinglar. Afsus chekmaysizlar. Hammaga tavsiya qilaman. Bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Sizlarga nimadir ulasha olgan bo'lsam, bundan bag'oyatda xursandman. Kanalimizga o'tinglar bolalar, obuna bo'linglar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlashdan to'xtamanglar. Hammanglarga xayr, sog' salomat bo'linglar.